Qizlik pardasi haqida miflar. Birinchisi, qizlik pardasi homiladorlikdan saqlaydi. Yo'q, qizlik pardasi homiladorlikdan hech qachon saqlamaydi. Ikkinchisi, qizlik pardasi albatta birinchi jinsiy aloqadan keyin yirtilib qon chiqishi kerak. Yo'q, albatta bu shart emas. Kimlardadir ikkinchi, uchinchi aloqadan keyin, kimlardadir homila tug'ilayotgan vaqtida bolani boshi tomonidan elastik bo'lsa qizlik pardasi yirtilib qon chiqadi. Uchinchisi, qizlik pardasi juma kuni tug'ilgan qizlarda qizlik pardasi bo'lmaydi. Afsuski, ko'pchilikda shunaqa noto'g'ri fikr bor va ko'pchilik qizlarimiz o'zidan shubhalanib yuradi. Yo'q, qizlik pardasi bu anatomически a'zo bo'lib, xuddi bachadon, xuddi tuxumdon kabi a'zo bo'lib hisoblanadi va u har bir qiz bolada bor. Agar o'sha qiz bolada anomaliya, ya'ni nuqson bo'lmasa, albatta nuqsoni bor qizlarda, jinsiy a'zolar tomonidan nuqsoni bo'lgan qizlarda bu holat kuzatilishi mumkin, ya'ni qizlik pardasi tug'ma yo'q bo'lishi mumkin. Uchinchisi, vrach ginekolog aloqa bo'lganligi yoki bo'lmaganligini bila oladi, ya'ni jinsiy hayotda yashaysiz yoki yo'q ekanligini bila oladi. Bu ham noto'g'ri. Vrach ginekologlar, ya'ni biz hech qachon siz jinsiy hayotda yashaysizmi yoki bo'lmasa qachon jinsiy aloqada bo'lgansiz, buni aniqlash qobiliyatiga ega emasmiz. Eng oxirgisi, hamma ayollarda qizlik pardasini tuzilishi bir xil bo'ladi. Yo'q, bu mutlaqo noto'g'ri gap bo'lib hisoblanadi. Qizlik pardasini tuzilishi har bir ayolda individual bo'ladi. Kimlardadir teshigi bitta, kimlardadir ikkita bo'lishi mumkin, kimlardadir kichkina dumaloq. Bundan avvalgi videolarda ham ko'rsatib o'tganmiz qizlik pardasini tuzilishi haqida. Shunday qilib, qizlik pardasi haqidagi turli xil miflarga ishonmasdan, anatomiya kitobini ochib o'qib ko'ringlar. Tuzilishlar haqida va qanaqa, qayerda joylashganligi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Shunaqa yana ham qiziq ma'lumotlar kerak bo'lsa, profilga obuna bo'linglar.